90-yillik buxgalterlar bilan hozirgi buxgalterlarning qanaqa farqligi bor? Men zamonaviy buxgalterlar bilan ham, eski davrdagi buxgalterlar bilan ham ko'p gaplashaman. Hozir o'zim kuzatgan 5 ta eng asosiy farqni sanab beraman. Birinchi eng katta farq, eski davrda ishlagan buxgalterlar hisobot davridagi stresslarni chiqarib olish uchun odatda alkogol iste'mol qilishgan. Hozirgi zamonaviy buxgalterlar stressni chiqarish uchun kofe ichishadi. Ikkinchi asosiy farq, o'sha paytda ishlagan buxgalterlar o'zlari yo'l qo'ygan xatoni qidirib, oylab vaqt ketkazishgan. Hozirgi zamonaviy buxgalterlarda kompyuterlar, axborot texnologiyalari bor, ular birpasda o'zlari yo'l qo'ygan xatoni topa olishadi. Uchinchi asosiy farq bu ayol buxgalterlarda. O'sha paytda ishlagan ayol buxgalterlar xarakterlari juda ham og'ir bo'lgan va badjahl bo'lishgan. Hozirgi zamonaviy ayol buxgalterlar kuzatsangiz, hammasini xushmuomala. To'rtinchi eng katta farqlardan bittasi, o'sha paytdagi buxgalterlar juda ham shoshmasdan, sekin va sabr toqat bilan harakat qilishgan. Hozirgi zamonaviy buxgalterlar juda ham tezkor, juda ham moslashuvchan. Beshinchi eng asosiy farq, o'sha paytdagi buxgalterlar juda ham yopiq xarakterda bo'lishgan, deyarli qilayotgan ishlarni hech kimga bildirishmagan. Hozirgi zamonaviy buxgalterlar deyarli hammasida rasmiy bloglar yuritishadi va qilayotgan kundalik ishlarni ommaga ko'rsatib borishadi. Siz zamonaviy buxgalterlarning yana qanaqa xislatlarini bilasiz? Fikringizni izohlarda yozib keting.